Qayg'uga tushdi. Mana to'y harakati, hamma narsani tayyorlab qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan. Mana ko'rib turibsizki, to'yimiz azaga aylanib o'tirdi. Yo'q. To'y bo'lmadi. To'y azaga aylandi. Gap shundaki, Toshkent viloyatining Angren shahrida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajadagi voqea sodir bo'ldi. Yigit va qiz o'z to'yi bo'lishi kerak bo'lgan kun so'nggi manzilga kuzatildi. 2026-yil 16-iyul kuni soat 23:53 da Angren shahrida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan ayol Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, 2000-yilda tug'ilgan singlisi hamda 1995-yilda tug'ilgan bo'lajak kuyovi bilan birga yigit boshqaruvidagi Gentra rusumli mashinada yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketishib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganliklarini ma'lum qilgan. Voqea aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Yigit va qizning jonsiz holatdagi tanasi ushbu garaj ichidagi Gentra rusumli mashina ichidan topilgan. Hozir ko'rib turganingizdek garaj muhrlab qo'yilgan, ichkariga kirishning imkoni yo'q. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida yigit va qizning jonsiz holatdagi tanasi mashinadan is gazdan zaharlanish alomatlari bilan topilgan. Biz ushbu voqea haqida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lish uchun marhum yigit istiqomat qilgan Ozodlik mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. 17-iyul kuni ertalab xabar topdim. Voqea joyiga borsam, olib ketishgan ekan, pechatlangan ekan garajlar. Uylarga o'tdik. Borsak, hozir dedi, morgda dedi, hozir olib kelamiz dedi. O'sha soat dedi 2 ga chiqarishimiz kerak dedi. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotnomasida yigit va qizning o'limi is gazdan zaharlanish, bosh miya va o'pka shishi, o'tkir yurak qon tomir yetishmasligi oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Ayni kunlarda yigit va qizning xonadonida ta'ziya marosimlari o'tkazilayotganligi sababli ularning oilasi bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Demak, o'sha kunlari yigit bilan qizi to'y bo'lish kerak bo'lgan. To'ylar bo'lish kerak edi. Biz mahallamizga ham kelib suhbatdan o'tib ketdi. Kelin-kuyov juda yaxshi oila, ziyoli oila. Mana yigitimizni ota-onasi ham juda yaxshi o'qituvchi, ziyoli oilalardan biri edi. Bu oilada hech qachon biz e'tirozlar, janjal hech qanaqa eshitmaganmiz. Mahallamizning eng yaxshi oilalardan biri. Ishonmadik-da bunaqa narsaga. Qayg'uga tushdi. Mana to'y harakati, hamma narsani tayyorlab qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan. Mana ko'rib turibsizki, to'yimiz azaga aylanib o'tirdi. Yigit biz mahallada, qizimiz boshqa mahallada istiqomat qiladi. Biz ushbu lavhani nima uchun olib chiqmoqdamiz? Shu odamlarni ogohlikka chaqirish maqsadida. Yosh oila qurayotgan yigit qizlarga, ularning ota-onalariga nima degan bo'lardingiz? Juda ehtiyot bo'lsin. Yarim tunlarda yurmasin iloji boricha. Yaxshi bor, yomon bor. Oilasiga hamdardlik bildiramiz, sabr bersin oilasiga. Hozirda shahar prokuraturasi tomonidan mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Natijasi haqida qo'shimcha ravishda axborot berilishi ta'minlanadi. Biz shu o'rinda marhumlarning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Ushbu musibat hech bir insonning boshiga tushmasin. Darvoqe mashinasiga gaz o'rnatgan haydovchilar avtomobilingizni texnik sozligini doimiy ravishda tekshirib boring.